Shunday insonlar borki, ularning hayot yo'li, umr manzillari ko'plar uchun o'rnak va ibrat maktabi, faoliyati, oila hamda jamiyatdagi tutgan o'rni, el-yurt orasida qozongan obro' e'tiborga atrofdagi insonlar qancha havas qilmasin, bu oz. Gapning indallosini aytganda ularning hayoti oddiy yilnomalarga emas, ming qalblar xotirasiga yoziladi. Ana shunday insonlardan biri 1898 hamda 1992 yillarda umr kechirgan, uzoq yillar davomida el xizmati yo'lida samarali mehnat qilgan Elmurod bobo Shoymurodovdir. Uning xotirasi hamisha yaqinlari, avlodlari qalbida mangu yashaydi. Kitob tumanidagi 20-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida o'tkazilgan xotira tadbirida Elmurod bobo va uning bu dunyoni tark etgan farzandlar qatorida To'raqul bobo hamda nabirasi Adolat Elmurodovlar nomi yod etildi. Unda so'z olganlar ushbu sulola vakillarining o'zlaridan yaxshi nom qoldirgani, bugungi kunda ham bu an'ana muntazam davom etib kelayotgani, ular orasidan albatta ko'pgina sohalarning eng ilg'or, malakali kadrlari yetishib chiqishayotgani kabi fikrlarni aytishdi. Zamonasining qahramoniga aylangan Elmurod boboni esladik. U kishining farzandlari Elmurod To'radomillarimizni esladik. Elmurod To'radomillarimiz o'z davrida yaxshigina rahbar bo'ldi. Yoshligidan tumanimizda yoshlarini yetakchisi bo'ldi. Mana bu kishidan keyin yaxshi farzandlar qoldirdi. Mana xususan farzandlari Adolat opani esladik, buni xotirlayapmiz. Mana shu Adolat opamizning nomlari o'zi aytib turibdi. Adolatli bir inson edi. Doimo toshi tarozini teng qo'yar edi. Tadbirda shuningdek o'quvchi yoshlar tomonidan ajoyib chiqishlar, qiziqarli sahna ko'rinishlari namoyish etildi. Ushbu sahna ko'rinishlari orqali Elmurodovlar sulolasining tarixi, buguni, yutuq hamda muvaffaqiyatlar ko'rsatib berildi. Maktab yigit-qizlar tomonidan she'r va qo'shiqlar aytildi, raqslar ijro qilindi. Elmurod boboning farzandi To'raqul bobo Elmurodov esa o'z davrining ma'rifat fidoyisi, bilimga chanqoq, yosh avlod taqdirining befarq bo'lmagan dunyoqarash keng rahbari hamda ustoz insoni edi. U hayoti davomida ta'lim sohasida samarali mehnat qildi. Sohada ko'pgina yutuq hamda muvaffaqiyatlarga erishdi. Ulkan xizmatlari uchun esa xalq ta'limi a'lochisi ko'krak nishoni bilan ham taqdirlandi. 1980-yillarda ushbu 20-umumiy o'rta ta'lim maktabida direktor o'rinbosari vazifalarida faoliyat olib bordi. Eng e'tiborlisi u shogirdlari uchun munosib ustoz bo'ldi. Uning to'ng'ich farzandi Orzu Elmurodov shifokor sifatida el xizmatiga kamarbasta bo'ldi. Tumanda birinchi bo'lib stomatologiya poliklinikasini tashkil etib, uzoq yillar rahbarlik lavozimlarida ishladi. O'zidan davomiy shogirdlar chiqardi. To'raqul boboning aksar kelinlari bugungi kunda o'qituvchi sifatida shogirdlarga saboq berib kelishyapti. Jamiyatda onalarning ilmli bo'lishi kerakligini teran tushungan To'raqul bobo ularni doim o'qishga undadi, ko'mak berdi. Balki shu sababdan bo'lsa kerak, bugungi kunda nabiralarning ko'pchiligi ham ilm yo'lidan borishdi. Ular to'g'risida mudom faxr hamda g'urur bilan gapirsak arziydi. Eldor Elmurodov siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori, Jamshid Elmurodov siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori, dotsent, Bobur Elmurodov filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, Javlon Elmurodov, Sarvinoz Elmurodova, Iroda Elmurodovalar turli nufuzli ta'lim dargohlarida yoshlarga bilim berayotgan bo'lsa, Lobar Elmurodova Toshkent shahar Mirobod tumanidagi 83-maktab direktori, Nigora Elmurodova taniqli boshlovchi hamda ilmiy tadqiqot olib borayotgan doktorant, Jonibek Elmurodov Kitob tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli ko'p tarmoqli markaziy poliklinika bo'lim boshlig'i, Anvar Elmurodov poytaxtimizdagi xususiy klinikada stomatolog, Ulug'bek To'rayev esa bir nechta o'quv markazlari direktori.
To'raqul boboning yana bir nabirasi Oybekjon To'rayev esa 2020-yilda dunyo mingtaligiga kirgan 35 ta universitetga o'qishga qabul qilindi. Bakalavr bosqichini Amerika universitetida kiberxavfsizlik yo'nalishi bo'yicha tamomladi. Magistratura bosqichida esa Yevropa ittifoqi grantini qo'lga kiritib, hozirgi Yevropaning 4 ta nufuzli universitetlarida ta'lim olmoqda. Maktabda juda ham uzoq suhbatlar, biz o'zimizda o'tkazgan tarbiyalarimiz haqida yoshlarga o'rgatyapmiz. Yoshlar bizdan ko'p narsalarni so'rayapti, biz ularga o'rgatyapmiz. Bundan tashqari vaqtlarda ham qanaqa tadbirlar bo'lsa, taklif qilib turadilar. Biz kelib, shu maktabga qo'limizdan kelgancha, kuchimiz yetguncha, hali bilimlarimiz bor deb o'zimizda tasavvur qilamiz. Mana shu bilimlarimizni mana shu yoshlarga o'rgatamiz. Azaliy hukmini o'qidi hayot. Samo ham necha bor ko'mdiq yoshin, iqboli sajdagoh bo'lganlar, hayhot o'zlari tuproqqa qo'ydilar boshin. Ustozlarimiz hammasini o'z shogirdlari bor. Shogirdlari qalbida o'z kitoblari, o'qilmagan bayotlari, she'rlari bor. Ularni bergan saboqlari biz shogirdlar qalbida abadiy yashaydi. To'raqul Elmurodov o'ziga xos rahbar, o'ziga xos pedagog bo'lganlar. Shu kishini izidan borayotgan pedagoglarimizga pedagogik yo'nalishda borayotgan ishlaridan tolmasinlar. Yoshligimizda Adolat opa bizni ustozimiz edilar. Orqalaridan yugurib qolmasdik. Har bir tadbirlarda o'zlari boshchilik qilardilar. Hayotimda shunday bo'ldiki, hayotda ham shu ayolni o'zimni aziz insonim deb bilaman. Shu ayol kirgan xonadonda orqalaridan bir etak kulgu ko'tarilardi. Hollarimizda hali ham shuni kulgulari, hayollarimda kulgulari bardavom turadi. Farzandi hamda nabiralarining yutuqlari haqida gapirilayotgan To'raqul bobo katta qiziga Adolat deb ism qo'ygan edi. Farzandlari singari shogirdlarni ham munosib tarbiyalab, yetuk insonlar bo'lishida kamarbasta bo'lgan ta'lim fidoyisi Adolat Elmurodova afsuski 47 yoshda bu olamni tark etgan edi. Tadbir davomida sulolaning hozirga qadar erishgan va bugungi kunda ham erishayotgan barcha muvaffaqiyatlari chinakam o'rnak va ibrat bo'lishi, ular tomonidan yetishib kelayotgan yosh avlod ham bugungi an'anani davom ettirib kelishayotgani yuksak faxr hamda mamnuniyat bilan aytildi. Umuman olganda shu kuni xotiralar yodga olindi, o'tmishdagi voqealar eslandi. Qo'lga kiritilgan natijalardan faxr hissi tuyuldi. Eng asosiysi, tadbir barcha yig'ilganlar yodida ancha vaqt saqlanadigan bo'ldi.